Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor muslimalarni. Juda ham ko'p savollar keladi lichkamga. Mana bu holatlarda hijomat qilsam bo'ladimi? Bunaqa holatlarda hijomat qilsam bo'ladimi deb. Men sizlarga qisqa qilib savollarimni o'qib beraman. Shunaqa savollar kelganki, Dinor opa, bitta bankasi necha pul sizlarda hijomat? Yoki yana aytishganki, Dinor opa, bitta zuloni qanchadan qo'yasiz? Bilasizmi, men nemislardan ilmimni olganman, polyaklardan ilmimni olganman, onlayn kavkazliklardan, ya'ni Rossiyadan olganman, Irina Yevgeniyevnadan, nemis professorlarimdan o'rganganim uchun, tем более bitta Bauskisini bitirib ketganim uchun Qizilga o'zimni ilmim bilan, o'zimni nima deydi, o'qigan, ilmimni olgan hamma nima deydi, kuchim bilan desam bo'ladi, Alloh izni bilan aytmoqchimanki, inson o'zini ustida ham ishlash kerak. Ozgina kitob tiklashingiz kerak. Bu bunaqa qilyapti, bu bunaqa qilyapti emas, va teoriya Yevropada kuchli. O'shaning uchun men o'sha ilmni o'rganganimga qarab ayta olamanki, hech qachon bitta banka qo'yilmaydi. Yokida bitta yelkaga qo'yilmaydi. Yokida bitta belli tipa qismiga to'rtta banka qo'yilmaydi. Yokida faqat sunnat tochkalar bilan ishlanmaydi. Siz patsient oldingizga keldi, konsultatsiya qildingiz, davleniyasini o'lchadingiz, agar qilsangiz, bu kimnidir zayd qilish emas, men sizga to'g'ri yo'naltirishib, tekinga informatsiya qilib beraman. Davleniyasini o'lchadingiz, konsultatsiya qildingiz, обязательно beradi. Massaj qildingiz, qizitib, keyin уже organlar bilan ishlaysiz. Hech qachon faqat tepa qism qilinmaydi. Yoki hech qachon faqat past qism qilinmaydi. Organlar bilan ishlaysiz. Organlar bilan belgi qilyapsizmi, обязательно oldi qismga ham qilishingiz shart. Unaqasi bo'lmaydi qizlar. Bilmayman, qolgan hajjomalar ham nimaga faqat bankasiga ishlaysizlar? Это некачественный hijoma. Качественный hijoma bu ikki taraflama ham organlar bilan ishlash degani. Organlar faqat belda emas, oldidagi organlar ishchi. Ular mancha deb turadi. Bitta organ faqat o'zi ishlamaydi, butun tana birgalikda ishlaydi. Siz hadeb bu insonni uyga jo'natib, ikkinchi hafta kelasiz, uchinchi hafta kelasiz, yo'talingiz ko'tara olmaydi. Yo'q unaqa narsa. Iltimos qilaman, bunaqa xatoliklarni qilmaslikka harakat qilinglar. Konsultatsiya olinglar, обязательно. Shunga yarashib patsient bilan ishlanglar. Yoki-da o'zinglarni ustingizda ishlamoqchi bo'lsanglar, borib yana o'qinglar. Men даже ayta olaman, что men hali o'zimni ustimda ishlashim kerak. 11 yil o'qigan bo'lsam, hijomat qilayotgan bo'lsam, qancha o'qisam ham bar o'zimni kuchli hijomatchi deb ayta olmayman. Men professionalman deb ayta olmayman, chunki inson butun umr o'qish kerak. Tanada 250 tadan oshiq tochkalar bor. Bu hammasi o'rganilib chiqmagan. Ba'zi bir holatlarda tana yolg'onchi bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda tanani umuman tushunmaydi. Ba'zi bir holatlarda nerv qilayotganda allergiya toshib ketadi. Aytmoqchimanki, insonni bugun hijomat qildingiz, 2 kundan keyin yana chaqirib olsa, o'sha tana voqea boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha to'g'ri hijomalarga borib, to'g'ri hijoma olinglar. Juda ham ko'pchilik, men endi buni aytmasam bo'lmasdi, juda ham ko'pchilik aseptik antiseptikaga rioya qilyapti. Ya'ni gigiyena tarafdan ekonom qilishyapti. Ekonom degani patsientni xavf ostiga qo'yib degani. Iltimos qilaman, narsangiz ketsin, lekin patsientga infeksiya tushmasligi uchun iloji boricha patsientni oldida turib hijoma qiling. Iloji boricha perchatka taqdingizmi, telefoningizni yoki bu joyingizni qichib, yoki tegib ketib, yoki stulni surib, tana bilan ishlayapsizmi, qo'lingiz mana shunday turishi kerak. Juda ham осторожно ishlashingiz kerak. Aseptika, antiseptika bu уже boshqa katta tema. Yoki telefon jiringlab qoldi, bir xilli perchatkani yechib, telefonni olib tashqariga chiqib ketib, kelib, qo'yib, yana o'sha perchatkani kiyishyapti. Bu juda katta xato. Yana aytganimdek,
inson judayam ehtiyot bo'lishi kerak, qon bilan ishlayapsiz. Bu sizga o'yinchoq emas. Bu yerda kichkina zayd qilmoqchi emasman, men prosta hijoma bu juda katta mas'uliyat, juda katta amaliyot. Sizga 20 minut yoting, hijoma qiling, chiqib keting, yo'q. Bu ham bitta xirurgik protsedura. Juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Men 3 yil oldin Germaniyada olgan ilmlarimni birinchi bo'lib kirgizgan ayol hisoblansam, lekin tibbun nabaviyni o'tgan yil periodini endi chiqarishdi. Aytmoqchimanki, men olgan ilmlarimni hali bu yerda ko'rmadim. Bemalol ayta olaman. Buqoga qilishligini ham ko'rmadim, uni menimcha ma'lum qildim. Так что iltimos qilaman. Hajjommi bo'lmoqchimisiz? Yaxshilab o'zingiz ustingizda ishlang, professional hijomachilardan ilm oling. Sog' bo'ling.